Salatlarni qiroli bo'lgan muskoy kapris salatini original usulda tayyorlab ko'ramiz. Bu salatni yoqtirmaydigan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Barcha mahsulotlarni teng miqdorda olasizlar. 200 gram sir bo'lsa, 200 gram qazi ham solasizlar. 200 gram sir, 200 gram qazi, 200 gram kolbasani somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Xohishingizga qarab dudlangan go'sht yoki til sosiyli ham bo'ladi. Bor go'shtlarni hammasini to'g'rar ekanmiz deysizmi? Xuddi shunaqa. Xolodilnikingizda nima go'sht bo'lsa, hammasini to'g'rab yuboring. Muskoy kapris salatimizga indeyka o'zgacha ta'm beradi. 200 gram somoncha shaklda to'g'rab qo'shib yuboramiz. Xohishga ko'ra mayonez va ozgina murch solib, yaxshilab aralashtirib, chiroyli qilib bezatib, dasturxonga tortasizlar. Siz muskoy kapris salatini qanaqa tarzda tayyorlaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Salatlarga o'zgacha ko'rib berib turadigan bezalarimizdan yana bir oson usuli albatta sinab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin.